nega ko'rmaysiz, hali keladi sizga ancha. Ya endi aytayman. Endi buni rezultatini ko'rib, siz o'shanga qarab ishlaysiz, bilasizmi? Siz bittani oxirigacha olib borasiz. Bo'ldi, ozgina ishimiz pasal uchun ishirsan. Bu uyati yo'q, baribir keladigan joyingiz. Siz baribir kelasiz. Turmushga chiqishdan oldin baribir keladigan anaqasi. Sen bo'lma shu kerak. Mana shu kerak bizga. Davay ozgina pastroq tushiring. Zo'r. Nozlik mazza qilishlaysiz, qarang. To'lasi qalin. Mazza qilishlaysiz, to'lasi. Keyin qarang, faqat plitva ishlatgansizmi? Boshqa narsa ishlatmagansiz. Yo'q, tamam, o'chalik bilan boshida olib qo'ydim anjerani. Qarang, faqat plitva ishlagan bo'lsa, sen bo'lib 2-3 ta sizniki oppoq bo'ladi. Keyin krem surib qo'ying. Obshi yetmayman, lekin yana. Yo'q, sal pastroq qilishing. Neyse, bilmem abi. Ama kuşumuz anlamda. Bizzat qaytib senikini gapirmaymiz. So'raman ben. Menga xizati yo'q. Chunki kuniga nechta ko'ramiz, Boshida amaliyotda paytim o'sha ana bo'lganda qandaydir boshqacha bo'lganman. Undan keyin umuman qadavoyim ham kelmaydi. Qanday mazza qilishsiz? Simvol kamroq ekan sizniki. Olaman, menga qodirib Yo'llarni ishlagansiz. Bu lazerga olish kerak ya. Yo'q. To'lasi qalin deb oldincha lazer qilmagan, faqat plitva ishlatgan. Buni hozir suyuqligi to'lib turibdi-da, o'zida tushundingiz? Keyin o'zi yazib keladi sizga, noziga qilib qo'y, iltimos, to'xtab, o'qan deganman. Mazza qilib ishlaysiz. Xonani uborka qilmayaptimi? O'sha kunda tayyor keldi. Misrsiz bormi? O'zim olib chiqib tashladim-da. Misrmas uborka qilib artib ketsa, keyin bog'larga kelib qolsangiz, nozik changlarni ham bir artib qo'ying. Siz endi mani yirtmayapsiz, kesmayapsiz. Anaqani sal chuqurroq olib boring. Ignani. Chuqurroq olib borib, bitta olmas uchun ikkita bersangiz.